bundan buyongi bu kundoshlik hayotini o'zlaring o'z ixtiyorlaring bilan tanladinglar. Sizlarni hech kim bunga majbur qilmadi. Bundan buyongi video bir-birovlaringizni hurmat qilib, birov madoratga bino totuv bo'lib yashanglar. Ha, uydagi gap ko'chaga chiqmasin bola-chaqalar. Yana bitta gap, bu oila bu muqaddas. Insonni mahkam ushlang. Xo'p, bola-chaqalar. Inoq bo'lib, cho'qismasdan yashaylar. O'zlaringni ham, o'g'limni ham qiynamaylar. Xo'p bo'ladi oyijon, xo'p bo'ladi oyijon. Baraka topinglar. Og'ir, lekin chidab yashaymiz. Opajon, Ismoil aka sizga turmushga chiqqanim uchun mendan xafamasmisiz? Xafa bo'lsam, sizga o'z qo'llarim bilan topshirib qo'yaman. Siz nima qilasiz? Men bugun yostiq quchib yotaman. Qasdingizga bor bo'lsin-da, opa. Nima bo'pti? Navbatma-navbat Xudoyimdan sabr so'rab, yostiq quchib yotamiz. Mayli opajon, yaxshi dam oling. Ko'zlar to'ymas bugun yozuv bahor